Taxminan e'tibor olsizmi? Miyoma bo'lishiga sabab u ayollar intim hayoti yaxshi emas. O'shaning uchun miyoma bo'lyapti. Ha, eringiz o'xshat olmasam, meni aybdormanmi? Baraka topib ko'r. Bilamiz miyoma nima uchun chiqishini. Qoniqmagandan. Bilamiz, shamollashdan, asabdan, hamma narsadan chiqadi. Ammo nima qilay? Eringizni qo'chqorni yaxshilab davolash kerak. Undan keyin mayli. Chistota nastoyka zo'r yordam beradi. Aytganman uni ham. Uy sharoitida ham o'zim ham aytganman. Kimni ko'kragida endi yangi, faqat yangilar bo'lganday sizlarga video qilaveraman. O'z bir narsa topdim. Ana bor-ku. Sildiraydi. Qarang, sildiraydi, ezib ko'kragingizga bog'lasangiz, ko'krak kistalarga rosa zo'r ekan. Qilib ko'ringlar. Hay, men bekorga aytmayman. Tushundingizmi? Mastopatiya, ko'krak kistalari, opuxul qandaydir, qilib ko'ring. Hopding, sildiray. Kelishdikmi? Hammasi kitobdan aytilyapti. Havodan olib gapirmayapman. Tushundingizmi? Boring, sildiray toping endi.